Men O'zbekistonga kelib bitta narsani sezdim, sizlarga bilmayotgandir. Havodagi changlikni bor, aeroportdan tushib bildim. Endi yangilik kanallarda ham kelyapti, havo iflosligi yo'yapti. Endi bitta menga kelmayotgandir, sizlarga ham kelyapti. Men endi o'zim mana kichkina miyam bilan tafakkur qilib ko'rdimda, baribir bilasizlar, hayotda ham yashashdan maqsadim hali kechqurun uxlab ertalab turishdan boshqa maqsadlarim ham bor-ku. Shuning uchun shunday tafakkur qilib ko'rsam, mana to'kilayotgan baklar bor-ku, aslar mana daraxtni barglari. Aslida kim yaqyapti? Men tushunmayapman. 3-4 ta joyda ko'rdim, shunday yaqib turib o'zicha uy kirib ketadi. Men hidamayman-ku, baribir deb turib kirib ketadi. Tashqaridagilarga ziyon. U sizlarning uylarga ma'lum bir prosent kiradi, uylarga Filippindan tushmasa kerak havo, to'g'rimi? Shuni yaqib qo'yib, uchi men hozir bugun o'qidimda o'zimcha. U qolib ketgani nabarat o'g'it bo'lar ekanda, foydaliroq bo'lar ekan. Tim bo'lmasa shaharda ichida rosa romantichniy bo'lib qoladi, bilasizlarmi haligi? Jonim deb qo'shiq aytadigan akalar klip olsa bo'ladigan palajeni o'lyapti, ular yaqib o'ynayapti. Shuni yaqmaylik, iltimos.